Mana Alloh fazli bilan shuncha bir olishib, berib qilgan ehsonlarimizni natijasi shu opajonimizni uyi inshaalloh o'z nihoyasiga yetib, mana kalitlarni topshiryapmiz. Shu murg'ay gugudagi bilan juda ko'p holatda ko'chada qolgan. Bular bundan buyog'i ko'chalarda qolmasin. Opajonimiz hozirgi paytda bitta pochkasi qurib qolgan. Opamizga yordam beraman degan aka-uka, opa singil, ota-ona hech kimisi yo'q. Alloh fazli bilan mana Jannat qasrlari loyihamizning keyingi obyektiga yetib keldik. Alloh fazli bilan mana bu uyimiz ham inshaalloh poydevorlari qurilib, основаниялari chiqyapti. Fundamentlari inshaalloh quyilib bo'ldi. G'ishlari olib kelib tushirilib qo'yildi. Ertadan Xudo xohlasa usta akalarimiz kelib g'ishlarini urishni boshlaydi. Yog'och bozorda bo'lib, akalarimiz juda ham ko'plagan bir mashinamizga nimalarda yog'ochlarni solish berdi. Inshaalloh mana shu yog'ochlari bilan to'sinlarimiz inshaalloh bitib ketadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhitnaga travertinni bitkazib qo'ydim aka, inshaalloh bitdi. Jo'lachilik bo'lyapti. Nima? Anu to'kda jicha problema bo'lyapti. Hali glavniy to'klashimiz kerak. Montaj qildirib qo'ydik-ku, to'pam bu yomoshli qo'shnilar o'zlari ham kelgan ekan. Buni ulovdik, tuzamiz degan gap so'zlar, bolalar. Shunga reysdan ham odam chaqirdim, hukumatdan odam chaqirganman. Shunga birga kelib ketaylik, iltimos. Bolalarni ham tertab turing, bolalarni ham ovolavering. Men yuk mashinam bor edi. Mana shunda bir yo'l olib o'tib ketaman. Chishim bor mening mashinada. Uyda oldiga kelishadigan bo'lgan opa. Hukumatdan ham, reysdan ham odam keladigan bo'lgan. Men o'zim sentrdaman, ichida turib bir oshib ketsa 10 minutlarda o'tib boraman inshaalloh opa. Ma ovolavering opa, mana qayerda ko'rsataman. Pasportingizni ham ovolavering. Ha, ovolavering. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz birodarlar, saxiy aka-ukalar, bugun Qirg'izistonimizda katta bayram. Mana Alloh fazli bilan shuncha bir olishib, berib qilgan ehsonlarimizning natijasi shu opajonimizni uyi inshaalloh o'z nihoyasiga yetib, mana kalitlarni topshiryapmiz. Opajon yuz qutlug' bo'lsin. Opajon, mana shu xalqdan rozimisiz? Mashallah.
Qani o'z uyingizga kiring. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz aka-uka, opa-singil birodarlar, aziz saxiy, bizlarni kuzatib, bizlar bilan yelkama-yelka bo'lib, shunday bir jannat qasrlari loyihalarimizda o'z hissalarini qo'shib, yordamlari bo'lsin, moliyaviy tomonlama bo'lsin, o'z fikrlari bo'lsin, kimi qanday nima yordami bilan bunday yordam berayotgan aka-ukalar hammalariga Allohning rahmati yog'ilsin. Mashalloh, mana bugun shundan 2 oy avval shu yerda Sapila ijamizni o'g'ilchasi bilan qo'yib, shu yerga bularga uy solib beraylik deb ko'pchiliklarga shu murojaatnoma bilan chiqqandik. Mana bugun ro'parosi 2 oy bo'libdi. Mana shu Jannat qasr loyihamiz belgisi birinchisi Allohning fazli bilan bitibdi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bu yerga ketgan summa jami 940 ming so'm naqd pul ishlatilibdi. Ya'ni bizni qo'limizga kelib tushgan pullar va M-bank kartalarimiz, Zedinsaga tushgan pullar bo'lib, ya'ni Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz ham bor, buning ichida Amerikada yurgan aka-ukalarimiz bor. Hamma musofirda yurib, shu o'z hissalarini qo'shayotgan aka-ukalar, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana inshaalloh bu bergan ehsoniylarni o'z joylariga yetkazib, biz yelkamizdagi vazifamizni juda chiroyli tarzda inshaalloh biz bajarib o'z egalariga topshirdik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda misol uchun mana eshiklarda bergan aka-ukalarimiz bor, abo'ylarda bergan aka-ukalarimiz bor, mebellar bergan aka-ukalar bor, bunday aytganda pechkani qilib bergan akalar bor. Juda ham ko'p. Misol uchun g'ishlarini juda ham arzon bergan aka, ustakalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qora aka, alohida eslab o'tasiz duolaringizni inshaalloh. Juda ham arzon ish qilishadi. Bunday aytgan pashta bekor desa ham bo'laveradi. Bu qurilishdan tashqari yana bitta qurilishimiz ham xuddi shunaqa qilishyapti. Shu romlarni bergan aka-ukalar bor, sementlarda Aravon Hadiya fondini WhatsApp gruppasida kech paytda bir video chiqarganimizda shu sement shag'allari shuni ichida bo'lib ketgan. Shu 1 soat ichida men 1 tonna beraman, men 1 tonna beraman deb juda ham ko'p o'tib ketgan ota-onalarini haqlaridan duo talab bo'lib ehson qilganlar bor. Shularda ota-onalarini ham Alloh taolo qabrlarini munavvar qilib, so'roq-savollarni oson qilsin. Hammalarning qilgan ehsonlarni Alloh taolo o'zi qabul qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolam birinchidan o'shul qilgan ishimizni baribizdan qabul qilgan. O'shul hadiya fondida mana churqab ertadan kechga shu g'amda yurib, o'shul muhtojlardan o'shul tuyishga qavilgan, sinovga qavilgan invalid bo'lovi, yetim bo'lovi, muhtoj bo'lovi, o'shulardan dardi bilan yashayotgan odamlar bor bu yerda. O'shulardan tuyishiga bilan kunimlik yashashni o'tkazayotgan odamlar bor. Alloh rozi bo'lsin Muhidin, bu inibizdan, bu akalarimizdan, komandasidan, baridan. Ikkinchidan, bu yerda mana usta akalarimiz. Biz mana nimalarda ko'rib turdik, videolar kelib turdi bizga, duolarda, masjidlarda, jamoatlarda duolar qilib turdik. Sizlardan da Allohim rozi bo'lsin. Allohim sizlarga uy bilanlarga kuch-quvvat bersin. Uy bilanlarga baraka va yaxshiliklarni bersin. O'shul qilgan pechanater, o'zi menatingizda Allohim qabul qilib, dunyoda, oxiratda Allohim sizlarni Alloh o'zi qo'llab, Alloh sizlarni qo'rqasin. Alloh taolam andan keyin bu ihson qilganlar, alisdan, yaqindan ihson qilganlarni ihsonlarini qabul qilsin. Allohim o'shalardagi shunday bir o'ylagan maqsadlari o'rindalib, Allohim ulardan dagi
Allarga dagı Allah'ım özü omat, bereke, jakşylyklardy bersin. Üy bölösü menen baktuluu bolsun. Ötkönlerin Allah'ım rahmatını alıp özü magfiret kılsın. Ve taqabbal minna innaka antas semiul alim ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Arzularim rayoq bo'lsaydi, bu dunyoning eng go'zal shahri Madinada uyim bo'lsaydi. Yashardim kichik bo'lsa ham, tomlarga boshim tegsa ham, darlardan nurab ketsa ham, Madinada uyim bo'lsaydi. Madinada uyim bo'lsaydi. Madina, Madina, topilmas xazina. Madina, Madina, topilmas xazina. Madina, Madina, topilmas xazina. Madina, Madina, topilmas xazina. Madinaning ko'chalaridan har kun yurib o'tsam qaniydi. Nabiyimiz masjidlarida Qur'on o'qib tursam qaniydi.